Yomon bitta narsaga tushunmayman-da, shuncha video qo'yaman, hech kim like bosmaydi, umuman podpiska bosilmaydi. Ochiq kiyingan, o'zini ko'z qilgan qizlarga like bosasizlar, komment qoldirasizlar. Lekin bizlar kanal videosiga umuman like, komment qoldirmayman. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi shohona darvozamiz klaster jarayondan chiqdi. Bu darvozamiz qolgan jarayonlarni video qilib o'tganmiz. Yangi ko'rayotganlar bo'lsa, xo'p, batafsil ma'lumotlarni yana berib o'tamiz. Darvozamiz poni 10/5 profilli bo'lgan, stenasi 2lik sharnir tomonlarga 2.8lik stenada 10/5 profil qo'yilgan, listlarimiz 1.9 pilsovoy listada bo'lgan, ichlariga Dwayne avtomobil shumka bo'lgan, oralariga stilavatarlarni solib, mana bu tomonlariga обычный 15lik turbo qo'yiladi, biz 25lik turbo qo'yganmiz. Kraskalarimiz avtomobilni gruntovka, avtomobil naklarini sepib, mana bu joylarga e'tibor berib qo'yasizlar. Nejabekadan qo'yilgan. Hop, xudo xolisa hamma materiallarimiz qalin holatda bo'lgan. Ustida 2ga 1larimiz ham 1.4lik stenada 2ga 1 profil qo'yilgan. Hop, eshigimiz ajoyib holatda tepalarni arka qilib chiqazib berganmiz. Ekanlarning xohishlariga qarab sirkulga olib chiqazilgan. Arka joylarga e'tibor berib qo'yasizlar. Deyarli sostenada. Bu eshigimiz korobkasi. Mana yelkalari bo'lmasin deydi egalari. Yelkalarni qilmasdan sirkulga olib lazerda chiqazilgan korobkasi. 12.8 taylar 12lik shveyler. Bu ham xuddi o'shanda 1.9 pilsovoy listda 2 qovonlamali shumka qilingan, o'rtalarga stiglavati, tomonlari ham 25lik turbada bo'lgan. Darvozamiz balandligi 3,5 metr, eniga 4 metr razmerda yasalgan. Bunaqa darvozalar kerak bo'lsa, ekranda chiqib turgan nomerlarga murojaat qilasizlar. Inshaalloh O'zbekiston bo'yicha dastavka uстановка xizmatlarimiz bor. Sog' bo'lasizlar.